Choynak hushtak chalib qaynayapti. Bu isrof emas, Bibigul opaning xursandchiligi. Barcha joyda bo'lgani kabi, iyunning boshidan Toshkent viloyatida ham gaz va elektr energiyasi uchun yil davomida kompensatsiya olish bo'yicha arizalar tartibli, rejali tarzda qabul qilinmoqda. Bu imkoniyat, bu davlat g'amxo'rligi, bu yurtdoshlarimiz uchun baraka eshigi. Xo'sh, bu eshikdan kimlar kirmoqda? Masalan, O'rtachirchiq tumanining Yangilik mahallasida yashovchi Bibigul Narimbetova shu eshikni taqillatgan fuqarolardan biri. Qo'shnilar hushtakli choynagida choy qurib qolguncha beparvo o'tiradi deb o'ylamasinlar. Bibigul opa bu imkoniyatdan behuda emas, oqilona foydalanmoqchi. Avvaliga qulog'iga yangilik chalingach, birinchi navbatda qo'shnikiga bordi. U ana bu tomondan so'ra dedi. Aniq bilmayman degach, uchinchi qo'shnisiga ham bordi. Nihoyat uyiga ijtimoiy xodim kirib keldi. Chin dildan tushuntirdi, ipga munchoq tuzganday qilib. Sizga bir chiroyli yangilik bilan keldim. Qarang, oldingi 204-qarorimizda faqat mavsumda, qish mavsumlarida gaz svetga to'lab berilardi. Endi bu yilgi prezidentimiz 134-qarori bo'yicha yil davomida to'lab beriladi. Endi sizda har ariza olinmaydi deb bitta olinadi. Bo'ldi shu bilan. Qarang, buni hozir sizga tartibini tushuntiraman. Elektr energiyaga bazaviy, misol uchun, me'yordan oshib ketsangiz 150 kilovatni to'lab berishadi. Davlat hisobidan kompensatsiya sifatida to'lab beriladi. Gazdan esa 250 isitish mavsumida, hozirgi yoz mavsumida bo'lsa 150 kilovati to'lab beriladi. Bu imkoniyat hammagami, hamma qo'ni-qo'shnilarga ham tarqatiladimi bu? Yo'q, bu opajon, hammaga emas. Bu kambag'allik reyestrida turadigan, ijtimoiy reyestrida turadiganlarga oilaviy daromadi 669 ming so'mdan oshmagan oilalarga beriladigan imkoniyat bu. Mahallamiz tomonidan 40% qo'shimcha yana ro'yxat beriladi. Bu ro'yxatda kimlar kiradi? Nogironligi bo'lgan, nogironligi bor, bolalari bor oilalar, uzoq muddat davolanish talab etiladigan, kasallangan fuqarosi bor oilalar, yana 3 va undan ortiq oila yashaydigan xonadonlar, yana o'zgalar parvarishiga muhtoj bo'lgan yolg'iz yashovchi hamda yolg'iz keksalarga beriladi. Davlatimizga ham, prezidentimizga ham hammalariga rahmat. Bizni o'ylab shunaqa ishlar qilayotganiga. Endi bu yog'iga gaz svetlari tejab ishlatamiz-da, singlim. Nimagadir shu gapni sizga aytgim keldi-da. Opa esa aynan o'sha tartibda ariza topshirdi. Yashirib nima qilamiz? Bibigul opaning gaz va elektr bilan biroz ochiq qo'lligi ham bor edi. Endi esa tejovchi, rejalovchi, farzandi Dilshodaga sarmoya qiluvchi ayolga aylanmoqda. Tejalgan pul to'garaklarga, Dilshodani qo'shimcha bilim olishiga, xullas kelajak orzulariga yo'naltirilmoqda. Bibigul opani olchani bankaga solsam gaz pulidan cho'ntagim yig'laydi degan xavotiri endi o'tmishda qoldi, yoronlar. Endi Bibigul opa davlatimiz ko'magida yil davomida kompensatsiyadan foydalanish imkoniyatiga ega. Endi u gulxanga termulganday gaz yoqmaydi. Dazmol ulab, televizorni balandlatib, telefonda soatlab gaplashmaydi. Endi u tejashni, tanlagan hayotini yengillatishga kirishgan. Mahalladagi ijtimoiy xodim Zulayho Hayitqulova esa har bir eshikni taqillatib yurishdan erinmaydi. Odamlar rozi, muhtojlar e'tiborda. Bu shunchaki yordam emas, hayotni o'zgartirayotgan xizmat bu deydi u. Va dar haqiqat bu kompensatsiya oddiy yordam emas, bu imkoniyat. Bu imkoniyatdan to'g'ri foydalangan fuqaroni esa fasli bahoriy, uyi yorug', ko'ngli sokin bo'ladi. Qarang, Bibigul opaning choynagi hushtak chalib, obdon havoga go'yo bulut purkab qaynayapti, xursandchiligini ifoda etganday. Sizning uyingizda ham choynak hushtak chalib qaynasin, lekin gazni isrof qilish evaziga emas, xursandchilikdan qaynasin. Xursandchilikdan ana shunaqa gaplar, yoronlar. Ana shunaqa gaplar, yoronlar.